Assalomu alaykum qarindoshlar. Men vatanda zulm chekayotgan ota-onam va urug' tuqqanlarim to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Men vatanimizning Xotan shahar Elchi Shamolbog' 7-darduy 3-ko'chada o'tirishliq. Ismim Buxalchan Ubul Qasim. Men 2016-yili 8-oyda o'qish uchun chet elga chiqdim. Men chet elga chiqqandan keyin ota-onam va urug' tuqqanlarim bilan bo'lgan normal aloqam uzildi, ya'ni aloqa qilolmadim. Men chet elga chiqib 2 oydan keyin, ya'ni 2016 10-oy atrofida dadamning soqchilar tarafidan tutib akitilganligi, tutib akitgandan keyin nihoyat og'ir qiyin qistoqlar va iskanjaga ilinganligi, qiyin qistoqlar nihoyat og'ir bo'lganligidan dadamning hattoki yuzi tunuqsiz bo'lib ketgachga shu soqchixona ishlaydigan qo'shnimizning o'g'lini dadamni tunuyolmay qolganligi, dadamni shu tutib akitilguncha toki 2017 5-oyga qadar qayerda qaysi turmada yashayotdi, qaysi gunoh bilan tutildi, hech qanday xabar bo'lmaganligi. 2017 5-oyda bo'lsa dadamning 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi xabarini oldim. Bu mening dadam. Kimlik ismi Mutallib Abduvayid, 47 yosh. Dadamni ishda tutib akitib 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilibdi. Dadam gunohsizdi. Undan keyin dadamni tutib akitgandan keyin 1 oydan keyin, ya'ni 2016-yili 11-oy atrofida akam Mehribullo Ubul Qasim 24 yosh. Akamni Ürümchidagi ma'lum bir jazo lageriga, ya'ni tarbiyalash nomidagi turmaga tutib akitibdi. Tutib akitgandan keyin toki hozirgacha shu tutib akitgunicha, toki hozirgacha, ya'ni 2018 hozirgacha akamning hech qanday izdirgi bo'lmadi. Hech qanday xabari qayerda qaysi lagerda turayotganligi hech qanday xabari bo'lmabdi. Bu mening akam Mehribullo Ubul Qasim. Akamı nihoyat gunohsiz, yuvosh ashta bo'libdi. Garchi gunohsiz bo'lsin, ashta tutib akitgancha hozirgacha hech qanday xabar bo'lmadi. Undan keyin akam tutib akitgandan keyin mening 15 yoshlik enim Abduvali uni soqchilar dadil gapirib o'zining og'ir ishlarga, ya'ni aroq butulkalarini to'shish, ashta og'ir ishlarga sapdi. Kechalari post tuturish degandek. Hatta uyg'imi haftalab ketgili qo'ymay ashta qiynabdi. Keyin 2018-yili 1-oyda bo'lsa tuyuqsiz Google soqchilari kecha uyga bostirib kirib, Abduvalini tutib akitgancha toki hozirgacha qayerda qanday yashayotdi, hech qanday xabar bo'lmadi. Bu mening inim Abduvali mushta kuchsiga soqchi bo'lmalarini kiydirib, ashta yo'llarda post to'g'ri silib, uyg'imi ketkizmay, ashta o'zining shaxsiy ishlariga silib qiynabdi ekan. Undan keyin tuyuqsiz tutib akitib, soqchilar, Google soqchilari hozirgacha izirki bo'lmabdi. Undan keyin mening oilamdan boshqa yana bir kichik inim bu Muhammad, 12 yosh. Bunun qayerda qanday yashayotganligi, maktabda o'qiydi, qanday yashayotganligi hech qanday xabar bo'lmadi. Undan sirt bu mening anam va singillarim. Anam Ruzunsa Nuri 42 yosh va singillarim Ayşe, Sümeyye, Raziya va bu bo'lsa yana bir singlim Sümeyye o'tirdiki. Bularning hech qanday xabar bo'lmadi. Ya'ni onam va singillarim va yana bir inimning qayerda uydimi yoki tarbiyalash lageridimi hech qanday xabarni bilmayman, hech qanday xabar bo'lmadi. Undan sirt cho'ng dadam batdi. Cho'ng dadam 98 yoshga kirgan, ayda yashinib qolgan. Cho'ng dadamning men chet elga chiqqandan keyin qat'iy aloqalashib boqmadim. Tan salomatligi nihoyat nacharlashib qolgan. Ahvoli qanday hech qanday xabarni bilmayman. Dadamning yurak kesilyapti, onamning yurak kesilyapti.
Gerçi ular kasal bo'lsa-mu, Xitoy hukumati bunga qaramasdan ularga shunday og'ir iskanjalarni qilib, qiynab, gunohsiz bo'lsa-mu, turmalarga solib, ishda qiynabdi. Ondan başqa dadamның ailəsidən dadam 5 bir tuqqan, dadamның aka ağaçları və onların ailəsidəki farzandları və nəvərləri ular qandaq yaşayıbdı, ulardan heç qanday xəbərim yox. Ondan sırt anam 6 bir tuqqan, anamның aka ağaçları, ularның öydəki balaları və nəvərləri ulardan heç qanday hazırgacha heç qanday aloqa qılmadım. Ularның heç qanday xəbər olmaqlıq. Şoň mening qiladigan shikoyatim shuki, Xitoy hukumati meni ota-onamni, akamni, inimni ular gunohsiz tutib olibdi. Agar gunoh bor deyilsa, shularni bor, chunki gunohsiz odamlarni tutib qiynash bu bir cho'ng jinoyat. Men vatandan chiqqan vaqtimda ota-onam qarindoshlarim hammasi sog' salomat, xushal, xotirjam qolib qolgandi. Shu mening Xitoy hukumatini talab qilganim ota-onamni ularni darhol qo'yib o'tishini, gunohsiz bo'lgandan keyin ularni darhol qo'yib o'tishini va ularning buning xushalligini asliga keltirib ularni jam qilishini va ularning haq-huquqlarini, ya'ni insoniy huquqlarini, kishilik huquqlarini qonuniy yo'lda qo'g'dishini talab qilaman. Men bu davoni toki ular bilan sog' salomat ko'rishib, men vatanda men chiqqan vaqtda qolib qolgandagidek ular bilan ota-onam, akam, inim, anam va boshqa sing'illarim, qarindoshlarim, urug' tuqqanlarim bilan sog' salomat ko'rishib, ular bilan jam bo'lgan qadar bu davoni davomlashtiraman, bu davoni to'xtatmayman. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men vatanda zulm chekayotgan ota-onam va urug' tuqqanlarim to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Men vatanimizning Xotan shahar Elchi Shamolbog' 7-darduy 3-ko'chada o'tirishliq. Ismim Buxalcam Ubulqosim. Men 2016-yili 8-oyda o'qish uchun chet elga chiqdim. Men chet elga chiqqandan keyin ota-onam va urug' tuqqanlarim bilan bo'lgan normal aloqam uzildi, ya'ni aloqa qilolmadim. Men chet elga chiqib 2 oydan keyin, ya'ni 2016 10-oy atrofida dadamning soqchilar tarafidan tutib ketganligi, tutib ketgandan keyin nihoyat og'ir qiyin qistoqlar va iskanjaga ilinganligi, qiyin qistoqlar nihoyat og'ir bo'lganligidan dadamning hattoki yuzi tunuqsiz bo'lib ketgachga shu soqchixona ishlaydigan qo'shnimizning o'g'lini dadamni tuniyolmay qolganligi, dadamni shu tutib akitilguncha toki 2017 5-oy qadar qayerda qaysi turmada yashayotdi, qaysi gunoh bilan tutildi, hech qanday xabar bo'lmaganligi. 2017 5-oyda bo'lsa dadamning 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi xabarini oldim. Bu mening dadam, kimlik ismi Mutallib Abduvoyid, 47 yosh. Dadamni ishda tutib akitib 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilibdi. Dadam gunohsizdi. Undan keyin dadamni tutib akitgandan keyin 1 oydan keyin, ya'ni 2016-yili 11-oy atrofida akam Mehribullo Ubulqosim 24 yosh. Akamni Urumchidagi ma'lum bir jazo lageriga, ya'ni tarbiyalash nomidagi turmaga tutib akitibdi. Tutib akitgandan keyin toki hozirgacha shu tutib akitgunicha, toki hozirgacha, ya'ni 2018 hozirgacha akamning hech qanday izdirgi bo'lmadi. Hech qanday xabari, qayerda qaysi lagerda turayotganligi hech qanday xabari bo'lmabdi. Bu mening akam Mehribullo Ubulqosim. Akamni nihoyat gunohsiz, yuvosh ishda bo'libdi. Garchi gunohsiz bo'lsa-mu, ishda tutib akitgancha hozirgacha hech qanday xabar bo'lmadi. Undan keyin akam tutib akitgandan keyin mening 15 yoshli inim Abduveli uni soqchilar dadil gapirib o'zining og'ir ishlarga, ya'ni aroq butulkalarini to'shish, ashta og'ir ishlarga sapdi, kechalari post tutirish degandek. Hatto uyga hatto tilab ketgili qo'ymay ashta qiynabdi. Keyin 2018-yili 1-oyda bo'lsa tuyuqsiz Gobo soqchilari kecha uyga bostirib kirib, Abduvelini tutib akitgancha toki hozirgacha qayerda qanday yashayotdi, hech qanday xabar bo'lmadi.
bu mening inem Abduvali muşta kutusuğa sakçı formalarını kiydirip işte yollarda post to'g'ri silib uyg'imni ketkizmay o'zining shaxsiy ishlariga silib qiynab ekan. Undan keyin tuyuqsiz tutib akitib soqchilarga bu soqchilar hozirgacha izirki bo'lmabdi. Undan keyin mening oilamdan boshqa yana bir kichik inim bu Muhammad 12 yosh. Buning qayerda qanday yashayotganligi maktabda o'qiydi. Qanday yashayotganligi hech qanday xabar bo'lmadi. Undan sirt bu mening anam va singillarim. Anam Ruzunsa Nuri 42 yosh va singillarim Ayşe, Sümeyye, Raziya va bu bo'lsa yana bir singlim Sümeyye o'tirdiki. Bularning hech qanday xabar bo'lmadi. Ya'ni onam va singillarim yana bir inimning qayerda uydimi yoki tarbiyalash lagerdimi hech qanday xabarni bilmayman, hech qanday xabar bo'lmadi. Undan sirt cho'ng dadam batdi. Cho'ng dadam 98 yoshga kirgan ayda yashinib qolgan. Cho'ng dadamning men chet elga chiqqandan keyin qat'iy aloqalashib boqmadim. Tan salomatligi nayda nacharlashib qolgan. Ahvoli qanday hech qanday xabarni bilmayman. Dadamning yurak kesilyapti, anamning yurak kesilyapti. Gerçi ular kasal bo'lsa-mu, Xitoy hukumati bunga qaramasdan ularga shunday og'ir iskanjalarni qilib, qiynab, gunohsiz bo'lsa-mu, turmalarga solib, işte qiynabdi. Undan boshqa dadamning oilasidan dadam 5 bir tuqqan. Dadamning aka ağaçları ve ularning ailesidagi farzandlari ve nevirleri ular qanday yashayotdi, ularning hech qanday xabarim yo'q. Ondan sirt anam 6 bir tuqqan. Anamning aka ağaçları, ularning uydagi bolalari ve nevirleri ularning hech qanday hozirgacha hech qanday aloqa qilmadim. Ularning hech qanday xabar bo'lmaganlik. Shu mening qiladigan shikoyatim shuki, Xitoy hukumati mening ota-onamni, akamni, inimni ular gunohsiz tutyapti. Agar gunoh bor deyilsa, shularni bor, chunki gunohsiz odamlarni tutib qiynash bu bir cho'ng jinoyat. Men vatandan chiqqan vaqtimda ota-onam, qarindoshlarim hammasi sog' salomat, xushal, xotirjam qolib qolgandi. Shu mening Xitoy hukumatini talab qilganim ota-onamni ularni darhol qo'yib o'tishini, gunohsiz bo'lgandan keyin ularni darhol qo'yib o'tishini va ularning buning xushalligini asliga keltirib ularni jam qilishini va ularning haq-huquqlarini, ya'ni insoniy huquqlarini, kishilik huquqlarini qonuniy yo'lda qo'g'dishini talab qilaman. Men bu davoni toki ular bilan sog' salomat ko'rishib, men vatanda men chiqqan vaqtda qolib qolgandagidek ular bilan ota-onam, akam, inim, anam va boshqa singillarim, qarindoshlarim, urug' tuqqanlarim bilan sog' salomat ko'rishib, ular bilan jam bo'lgan qadar bu davoni davomlashtiraman, bu davoni to'xtatmayman.